Yok hadi şimdi kurtarayım mı? Haykal chiqyapti aka, tamam. Hurmatli fuqarolar, mol bozoriga elektron tarozi qo'yilgan mol qo'y olganlar o'zlari ikki qismga tortib ko'rishadi. Vaqt soatida sotgani olganda ham to'g'ri bozorga olib tortib ko'rishlari mumkin. Mana shu talablarga binoan iltimoslarga ko'ra tarozi qo'yilgan. Bir tarozi 10 ming so'm. Yuzga olganda boshqalar ovoralar hurmatli fuqarolar. Qiziq chiqadi. Ko'zi og'riyapti, hammasini olgani qo'rqatdi. Besh yetti mana. Bo'ladi. Hozir olib keladi. Bo'l. O'sha joyimda bo'laman. Hayronlar yetib bo'ldi. Haqida. Dehqon bozorimiz, Buyuk bozorimiz, Karvon bozorimiz, ijtimoiy bo'lishidan qat'iy nazar hushyor bo'linglar. Bundan buyog'iga qish fasli, toshlarimiz qalin bo'ladi. Toshlarimizdagi pullarimizni oldinlarimizga taqib, amallar bilan dekib olaylik. Agar mayda pul ixchamroq pul bo'lsa, cho'ntaklaringizni mahkamlab olinglar. Qo'llaringizni ko'p chiqib qoladigan cho'ntaklaringizga ro'molcha bor yoki qo'l telefoningiz bor cho'ntaklarga pullaringiz qolmaydi. Harakat qiling, chiqib qoladi. Mana shu bozorda yurganingizda yoshi kattalarni, qo'shni tuman qo'shni bo'layotganlar